4 qavatli domni birinchi qavati. Bitta 2 xonali, bitta 1 xonali. Qo'shilgan kvartiramiz ekan. O'sha 4 xona qilib berilgan ekan. 4 xonani 5 xona qilib olsa bo'ladi. 3 metrli balkoni. Bu bitta yosh kattalar uchun spalni, kattalar spalnisi, bitta zal. Kirishni bu tomondan qilib berilgan ekan, agorod tarafdan. Bu xonamiz oshxona. Remontlar sredniy holatda. Xo'p. Oshxonadan chiqishimizda o'ng qo'lda sanuzelimiz, hojatxona, aristonlari bor. Mana shu joyimizda eshik bo'lgan, oldin eshik yopirilgan ekan. Faqat bir tomondan, agorod tarafdan kiradigan kirdi chiqdi qilingan ekan, bu taraf eshik yopirilgan ekan. Bu tarafimiz yana bitta mehmonlar uchun yoki zal yokida yosh kattalar uchun kattalar spannesi. Xohlagan uslublaringda, xohlaganlarini qilishlar mumkin. Bu tarafimizda yana bitta xona mana. Bu tarafimizda yana bitta spalni qilib bersa bo'ladi, detskiy qilib bersa ham bo'ladi. Kichikroq xonamiz ekan. Общий kvartiramiz 4 xonani 5 xona qilib olsa bo'ladigan kvartira, 4 xonali. Remontlari yaxshi, sredniy, yashaydigan holatda. To'liq lakatsamiz, Kirgili Neft stadionidan kirilganda, kanatchaga kirilganda o'ng qo'lda 4 qavatli domni birinchi qavatida. Narxini $35.900 dan tushib beriladi. Bemalol telefon qilib baraka qilishlaring mumkin.